Ulug'bek, yaxshimisiz? Bugun ishga kelgan kelmagan odamlar bo'yicha отчетini ofisga olib kirarsiz. Xo'p bo'ladi. Yana yo'lingdaman yana bir safar. Omadim keladi aniq bu safar. Meni kutayapsan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Ulug'bek aka, meni to'yim bo'lyapti. Qara, hazilkashsan bilaman, lekin bu masalada hazillashma. Bu safar hazillashayotganim yo'q. Men qachongacha bunaqa skladda ishlashingizni, qachon ko'tarilishingizni kutib yuraman. Umrim nima, shu kir-chir kiyimlaringizni yuvish bilan o'tib ketadimi? Men o'ylab ko'rdim. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Erkak kishiga eng og'ir botadigan gaplarni gapiring. Demak, sen ham boshqalar qatori ekansan-da. Mayli. Agar shuni to'g'ri deb biladigan bo'lsang, baxtli bo'l. Siz ham baxtli bo'ling. Bu safar biroz bo'lsa farq. Oyoqlarim chandiqlarga to'lsa ham, kelganimda kutganimdek bo'lsang ham, sevgi bilan nafratni orasidagi yo'l. Men safar bilan safar orasida. Feruza Rahimova siz so'ragan hamma hujjatlar, ishchilar to'g'risida ham, undan tashqari bugungi kelgan tovarlar haqida ham. Yaxshi, rahmat. Ulug'bek, keyin sizni chaqirtirganim sababi bor edi. Bilasiz, bizani Avangard kompaniyamiz dilerstvani taklif etadi. Bilaman, sizni ishlaringizni kuzatyapman. Sizda potensial bor. Harakat qilib ko'rmaysizmi? Dilerstvani o'zingiz olib do'kon ochishni. Eplollarmikinmi? Nimaga qilsangiz bo'lmaydi? Begona emassiz. Xo'jayinlar ham sizni taniydi. Qani agar bir o'ylab ko'ray. Yana yo'lingdaman yana bir safar. Omadim keladi aniq bu safar. Meni kutayapsan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ish bo'yicha kelgandim. Sotuvchi olib keling. Ha, olyapti. Hozir xo'jayini chaqirib beramiz. Men rangdan ko'ryapsiz. Shularni aytib chiqarib qo'yaylik. O'zingizlar bilib qilinglar, aka. Bitta narsani o'rgatmayman-ku. Men So'rab kelishing. Siz xo'jayinmisiz? ha, kutmaganmi de? Qanaqasiga? Xayrlashgan kunimizni eslaysan-a? Men qachongacha bunaqa skladda ishlashingizni, qachon ko'tarilishingizni kutib yuraman. Umrim nima, shu kir-chir kiyimlaringizni yuvish bilan o'tib ketadimi? Meni kechiring. O'shanda ko'nglingizni og'ritgandim. O'sha kuni menda maqsad paydo bo'ldi. Avangardda skladda ishlardim. Keyin dilerstvasini oldim. Hozir kunda bir emas, kamida 3 ta do'konimiz bor. Men o'zimni baxtimni topdim deb o'ylagandim. Lekin adashdim. Hayotim o'xshamadi. Ishonaman yana baxtingni topasan. Bo'lmasa, men keta qolay. Yana yo'lingdaman yana bir safar. Mayli, sog' bo'l. Omadim keladi aniq bu safar. Meni kutayapsan nima bo'lsa